Ayollarning eng ko'p so'ragan pilisosi aynan shu pilisos bo'ladi. Sababini tushuntirib o'taman. Bu hamma ish qiladi. Birinchidan, pol artadi. Ikkinchidan, gilamga narsa to'kib yuborsangiz, joy yuvosingiz bo'ladi. Uchinchidan, albatta eng muhimi, suxoy, ya'ni kunli ubоркаga ishlatsanglar ham bo'ladi va juda ham yengil hamda bespроводной, ya'ni simsiz bo'ladi. Xohlagan joyga ko'tarib yuraverasizlar. Vesi ham yengil bo'ladi. Hozir ko'ryapsizlar bu yerda murabbo ko'pchilik so'raydi. Tuxum va chang. Aynan shu uchtasini biz hozir shu pilisosimizda test qilib beramiz. O'zingiz sifatini ko'rdinglar. Aynan sizlar uchun chang joyiga qilib berdim. Nasatkasini bu yerdan olamiz va yana bir eslatma. Bu nasatkasini o'zini-o'zi yuvib beradi, samachistga qilib beradi. Buni qo'yib turib, bemalol gilamlar uchun ishlatsanglar ham bo'ladi. Ya'ni sochlarni, kunli musorlarni olib beradi. Agar bolalaringiz gilamga narsa to'kib yuborsa, buni ham yuvib olsangiz bo'ladi, sirasi joyida. Aytganda universal pilisosimizda boshqa joylarda 400-500 dollar atrofida, bizda texnika obzordan $199 dan skidkada olsanglar bo'ladi. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab mavjud. Nomerlarni qoldiraman, aloqaga chiqib yetkazib beramiz.